Men hozir bu yerda gruzinskiy sup harcho tayyorlayapman. Bugun Timur uyg'onganlarida harcho ichkim kelyapti deb uyg'ondilar, поэтому I don't know what start about. Hozir 3 soat mana shu go'shtlarni qaynatib oldim. Endi bularni og'izga sig'adigan bo'laklarga bo'lib chiqaman. Kastrulaga yog' quyaman va ozgina sariyog'. Go'shtlarimizni solamiz. Piyoz, sarimsoq, tuz, murch va xmeli suneli degan priprava. Bu aynan harchoga to'g'ri keladigan, zo'r tushadigan priprava. Tomatli pasta. Bu короче hozir go'shtni qaynatgan bulyonim. Ichiga quyib yuboramiz. Va albatta yuvilgan guruch. Bu уже keyingi kun. Kecha Timur ikkalamiz ham ichdik va bir kosa qolgandi. Bugun ham shuni qizdirib ichyapman. Bismillah. Mana bu 4 soatdan oshiq qaynagan go'shtlar og'zingizda erib ketyapti biram.